إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Barlık hamdü sanalar alemlerinin perverdigarı Allah'a hastır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, aile azalarga, sahabelerge ve o zatga güzel ahlak bilen ergeşken barlık mümin Müslüman kırındaşlarga Allah'ın salamı ve berekatı bulsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Aziz mümin Müslüman kırındaşlar, bugün biz 50. çoğun günah haddidin işip yoğançılık kılışının çoğun günah ekenligi hakkında to'xtalib o'tamiz. Hammamiz Allah'ın bendelerimiz, Allah bizlerini bu dünyada nihayetimi kemter bo'lishga, bir-birlarimiz bilan nihayetimi chiroyli inoq ittifoq o'tishga ve bir-birimizga yaxshilik qilishga buyurdi. Ama ming afsuslar bo'lsinki, mana bu dünya hayotida bazı insanlar Allah'ın berganiga ko'ranglab, jini ichiga sig'masdan haddidan oshdilar, yo'g'onchilik qiladi, takabburlik qiladi ve bu tufayli başka insanlarga azar beradi ve zulüm qiladi. Allah Teala mana bundaq insanlarni yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, biz mümin musulmonlar bir-birlarimizga nihoyatimi mehribon, bir-birimizga nihoyatimi ittifoq, bir-birimizga nihoyatimi kuyimchan holatda bo'lmog'imiz lozim. Chunki Allah Teala Peygamber aleyhisselamga hadis kudüsüden biri de mındak deydi. Kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allaha evha ileyye en tevâda'u hatta la yebgî ahadun ala ahad ve la yefkhar ahadun ala ahad dedi. Peygamber aleyhisselam Allah-u Teala bana dedi. Öz ara kemter bolunlar dedi. Hiç kimni boza qilmasin ve hiç kimga çoğunçılık qilmasin deb emir qildi, buyurdi deydi Peygamber aleyhisselam. Yani bir-birimizga çoğunçılık qilmasligimiz lazım ekan. Çoğunçılık qiladigan bo'lsak, biz Allah'ın emir farmoniga xiloflik qilgan bo'ladi ekanmiz. Shuning bilan birgalikda bir-birimizni bo'zak ham qilmasligimiz lazım ekan aziz qarindoshlar. Mening kuchim bor, mening qudratim bor, mening toqatim bor, men hamma narsaga kuchim yetadi deb boshqalarni bo'zak qilsak bo'lmaskan aziz qarindoshlar. Alloh taolo bir-biringlarni bo'zak qilmanglar deb buyuryapti Payg'ambar alayhisolamning so'zi og'zi bilan. Shuning uchun bir-birimizga nihoyatimi qanotlarimizni keng qoqib, keng yoyib, bir-birimizga mehr shafqat ko'rsatib yashamog'imiz lozim. Chunki sahobalar ana shunday yashagan edi. Sahobalarga shunday yashashni Payg'ambar alayhisalom o'rgatgan edi. Payg'ambar alayhisalom insonlarga nihoyatimi mehr shafqat ko'rsatardi. Bakmi mehribon edi. Qo'lidan kelgancha o'zi och qolsa ham boshqalarning holidan xabar oladi. Boshqalarga azor berish degan narsa Payg'ambar alayhisalomninki nimasida yo'q edi aziz qarindoshlar. Shuning uchun biz ham ana shu payg'ambarning ummati bo'lganligimiz uchun ana shu payg'ambarning yo'lida mengishimiz uchun
bir-birimizga nihoyatda chiroyli harakat qilishimiz, munosabatda bo'lishimiz lozim. Bizlardan boshqa insonlar azor va aziyat ko'rmasligi kerak aziz qarindoshlar. Shura surasining 42-oyatida Alloh taolo mundaq dedi. Bismillahirrohmanirrohim. İnnemas sabilu alellezine yazlimunan nasa ve yebğuna fil ardı bigayril hak. Ulaike lehum azabun alim. Ayıplanadiganlar dedi. İnsanlarga zulüm qiladigan kishilardir dedi. Yani so'roqqa tortiladiganlar, gunohga tortiladiganlar, jazoga tortiladigan insonlar esa insonlarga zulm qiladigan insonlardir dedi. Ve yebğuna fil ardı bigayril hak. Ular yer yuzida nahaq zulm qiladi insonlarga. Fitna fasad taqtidi yer yuzida insonlarga. Ulaika lahum azabun alim. Ular uchun bakmi qattiq, qaqshatqich azob bordir dedi. Yer yuzida fitna fasad taqitmasligimiz kerak. Yer yuzida boshqa insonlarga zulm qilmasligimiz kerak. Aks holda aziz qarindoshlar, biz Alloh taolaning azobiga mustahiq insonlar qatoridan bo'lib qolamiz. Allah hammamizni mana bundaq zolimlarning zulmidan va zolimlarning mana bundaq zolimona sifatlaridan Allah hammamizni o'zi asrasin. Allah Teala Qarunni yerga yutkizib etdi. Chunki u Musa alayhisalomga cho'ngchilik qildi va o'zining qavmiga cho'ngchilik qildi. Haddidan oshdi. Qavmining vaz nasihatlarini anglamadi. Musa alayhisalomning da'vat tabliğlarini anglamaganligi uchun Alloh taolo ana shu Qarunni yerga yutkizib etdi aziz qarindoshlar. Bu haqda Qasas surasining 76-oyatida Qarunning qissasini bayon qilib Alloh taolo mundaq deydi. A'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Qaruna kana min kavmi Musa fabaga aleyhim. Qarun haqiqatan Musa aleyhisselamning qavmidan edi. Qarun ularga cho'ngchilik qildi dedi. Yani ularga haddidan oshdi. O'zining inson ekanligini unutib qo'ydi. Payg'ambarga ham cho'ngchilik qildi va o'zining qavmiga ham cho'ngchilik qildi dedi. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. Biz onunğa, yani Qarunga deydi Allah Teala, nihayetimi jiq mal dünya ata qildik deydi. Hatta ki onun mal dünyasının hazinesinin açıqsını kötürüşke bir guruh kuchlik, bir guruh insanlarga ig'ir keletdi deydi. Kuchlik bir guruh insanlar ana shu mal dünyasının hazinesinin açıqını kötürüp menishqa qiylanatdi. Yani bu shundan iboratkenki u Qarunga haddidan tashqari mal dünya ata etdiki, mana bu mal dünya tufayli u haddidan eshib ketdi, cho'ngchilik qildi. Xalqini, qavmini mansitmay qo'ydi. Hatta payg'ambarning da'vatini ham mustajab qilmadi, ijobatga olmadi aziz qarindoshlar. İz qala lahu qawmuhu la tafrah innalloha la yuhibbul farihin. Öz vaqtida Qarunning qavmi unga aytdikanki, ey Qarun, sen ko'ranglab ketmagin. Chunki Alloh taolo ko'ranglab ketguvchilarni yaxshi ko'rmaydi, do'st tutmaydi dedi. Vabtaghi fima atakallahu daral axira. Alloh taolo sana ata qilgan mana bu boylikdan sen oxirat yurtini tiligin dedi. Alloh taolo sana bergan mana bu boylikdan sen oxirat yurtini tiligin. Alloh taoladan istegin, tiligin dedi. Shuning bilan birgalikda wala tansa nasibaka minad dunya. Dunyodagi nasibangni ham unutmagin. Wa ahsin kama ahsanallohu ilayk. Alloh taolo sana yaxshilik qilganidek, mana shunday mol dunyo berib sana yaxshilik qilgandek, sen ham Alloh taolaning miskin, beva, bechora, kambag'allarga
Mana bu Allah bergan mal mulkdan yordam berish orqali sen ham yaxshilik qilgan insonlarga deydi. Va la tabghil fasada fil ard. Yer yuzida fitna fasad tilimagin deydi. İnnallâhe la yuhibbul mufsidin. Allah Teala yer yuzida buzg'unchilik qilguvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun sen mana bu mal dunyoga berilib ko'ranglab ketib, yer yuzida buzg'unchilik qilmagin, chunki Alloh taolo buzg'unchilik qilguvchilarni yaxshi ko'rmaydi, do'st tutmaydi dedi. Mana shunga o'xshagandek vaz nasihatlarni qildi qavmi va Musa alayhisalom ham ana shu Qorunni haq din bo'lgan islom diniga da'vat qildi. Ammo uning javobi shundan iborat. Qorun nima dedi? Qorun aytdi ekanki, qala innama utituhu ala ilmin indi. Buni mana bu mal dunyolarni men o'zimning aql farosatim bilan, o'zimning kuch-quvvatim bilan, mehnatim bilan topdim. Men o'zim aqlliq bo'lganligim uchun mana bu mal dunyoga erishdim deb aytdi u. Mana shunda buning so'ziga javoban Alloh taolo mundoq dedi. Avalam ya'lam anna Alloh qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a. Qorunning mana bu so'ziga javoban Alloh taolo aytdi ekanki, Alloh taolo uningdan oldin, ya'ni Qorundan oldin qanchilgan insonlarni halok qildi. Vaholanki ular man huwa ashaddu minhu quwwatan. Vaholanki ular bu Qorundan ham kuchli edi. Alloh taolo oldingi ummatlardan halok qilgan insonlar vaholanki Qorundan ham kuchli edi. Va aksaru jam'a. Bu Qorunning mal mulkidan ham ularning oldingi o'tgan ummatlarning mal mulki ko'p edi. Ana shularni halok qilganligini Qorun bilmaydimi deydi Alloh taolo. Koyib. Nima uchun bilmaydi? Nima uchun oldingi o'tib ketgan, halok bo'lib o'tib ketgan ummatlarning halokatligini anglagandan keyin, bilganligidan keyin mana bu Qorun nima uchun ibrat olmaydi? Nima uchun o'zi mana shundaq nimalardan oldingi ummatlarning halokatidan achchiq savoq olmaydi? Vaholanki bilmaydimi bu? Qorun uni dedi. Albatta biladi. Ammo mal dunyo o insonning ko'zini qorig'i qilib qo'ydi inson. Aziz qarindoshlar. Shuning uchun ham mana shu mal dunyo bergan mal dunyoni Alloh taolo xayrlik qilib bermasa, bu mal dunyo o insonning beshiga azob, uqubat, kulfatlarni keltiradi aziz qarindoshlar. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Yani jinoyatchilarning qilmishlari haqida so'rashning hech hojati yo'q dedi. Jinoyatchilarning qilmishini so'rashning hech hojati yo'q. Chunki buni Alloh taolo biladi. Shuning uchun so'rab o'tirishning hojati yo'q. Vaqt soati kelganda Alloh taolo mana bu jinoyatchilardan hisob kitobini nihoyatda chiroyli oladi Alloh taolo. فخرج على قومه في زينة قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Qarun qavmining oldiga nihoyatda chiroyli, hashamatlik, dog'dug'uliq, zibu zinatlar bilan, ajoyib chiroyli kiyimlar bilan qavmining oldiga chiqdi Qarun. Nihoyatda chiroyli kiyingan, kelishgan holatda chiqqanida qalallazina yuridunal hayatad dunya. Yana Qarunning mana bu holatini ko'rib, hayoti dunyo tirikchiligini arzu qiladigan insonlar aytdikanki, ya laytalana misla ma utiya Qarun. Kashki Qarunga berilgan mana shu mol dunyolardan ham bizlarga berilgan bo'lsa qanday yaxshi bo'lardi. Qarun nima degan, omadlik, nima degan, nasibasi nima degan yaxshi. Bu bakmi cho'ng nasibiga, bakmi cho'ng omadga ega ekan. Kashki bizga ham mana shundaq mol dunyo berilsa, nima degan yaxshi bo'lardi deb
hayati dünya terikçiligini ko'zlaydigan insonlar mana shunday afsus nadomatlar qilib ketdi. Qorunning mana bunday hashamatli, chiroyli ipak kiyimlar bilan oltin zibu zinatlar taqgan holda xalqining oldiga chiqqanida uning mana bu holatini ko'rib dünya hayat terikçiligini ko'zlaydiganlar, dünya hayotini ko'zlaydigan insonlar kaşki bizga ham Qarunga berilgan mal dunyodan kaşki bizga ham berilsa nima degan yaxshi bo'ladi. Qarunning dunyodan nasibisi bakmi cho'ng ekan. Bakmi cho'ng nasibiga ega ekan Qarun deb ular arzu umid qilib ketdi bir guruh dunyolikni istaydigan insonlar. Wa qala allazina utul ilm. Yani ilim berilgan insonlar, yana Allohdan qo'rqadigan insonlar bo'lsa, vaylakum thawabullohi khayrun liman amana wa amila solihan va la yulaqaha illa sabirun dedi. Allohdan qo'rqadigan, Allohning ilmi berilgan insonlar aytdikanki, afsus sizlarga nima bo'ldi dedi. Allohga iymon keltirgan, salih amallarni qilgan insonlar uchun Allohning beradigan savobi nihoyatimi cho'ngdir. Sizlarga nima bo'ldi? Nima uchun Qarunning mana bunday hayotini arzu umid qilib ketyapsizlar? Voy sizlarga nima bo'ldi deb ketdi. Alloh taolaning savobi kimlarga deganda iymon, Allohga iymon keltirgan, shuning bilan birgalikda salih amallarni qilganlarga Allah nihoyatimi cho'ng savob berdi deb ular mana bunday deb ketdi. Va la yulaqaha illa sabirun. Allohning mana bunday cho'ng savobiga sabr qilguvchi insonlardan boshqa hech kim erisholmaydi dedi. Menga mal dunyo berilmadi deb nolimasdan menga mal dunyo berilmaganligini Allah bakmi yaxshi biladi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar men holimga shukr qilaman deb shukr qilib sabr qanoat qilib o'tadigan bo'lsa, Alloh taolo o insonning oxiratini obod qiladi aziz qarindoshlar. Shuni ham yaxshi bilishimiz kerakki, qiyomat kunida kambag'allar boylardan 500 yil oldin jannatga kiradigan aziz qarindoshlar. Kambag'allarningki beradigan hisob kitobi bakmi oson, bakmi qulay. Baylarning beradigan hisob kitobi bakmi qattiq, bakmi ig'irdir aziz qarindoshlar. Alloh taolo boylikni bergan bo'lsa-yu, ammo u boylikni joyida Alloh yo'lida xarajat qila olmasa, sarflay olmasa, o insonning holiga voy bo'lsin aziz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh berganiga qanoat qilishni o'rganmog'imiz lozim aziz qarindoshlar. Fakasafna bihi ve bidarihil ardı dedi. Allah Teala biz Qarunni ve onun uyini yerge yutkuzdik dedi. Şunda Peygamber aleyhisselam davet tabliğ kılsa hem onunla parva kılmadı, icabet kılmadı. Halka hem onu davet tabliğ kıldı. Halkının sözüge hem kirmezden tekebbürlükte, çoğunçulukta, haddidin eşte uçuğa çıkkallığı için Allah Teala onu ve onun uyunu koşup yerge yutkuzıvetti aziz qarindoshlar. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah Teala onu yerge yutkuzuvatkan çağda onunla yardım kılıdığın hiç kandak bir cemaat bulmadı. Yani Allah'ın bana bu azabeden Qarunni tosip kalıdığın, Qarunga yardım verdiğin hiç kandak bir yardımcı bulmadı deydi. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَسِرِينَ Qarunning özü hem özünü himaye kılalmadı Allah'ın azabından. Yani yerinin astığa kirip gitti deydi. Qarunni himaye kıladığın insanlar hem, bir guruh insanlar hem onunla hiç kandak yardım verilmedi. Ve şunun bilen birgelikte Qarun hem özünü müdafaa kılalmadı Allah'ın azabından. Mana bir yerde aytilishicha Qarun
bir ayol bilan shartnoma qilib, sen Musaning oldiga borasan va u men bilan zina qildi deb butun xalq olam oldida, mana shu so'zingda ching turasan deb bir ayolni qanoat qildi. So'ziga ma'qul kelgizdi. Shuning bilan kunlarning birida bu ayol kelib butun xalq oldida Musa men bilan zina qildi degan tuhmatni chopladi. Musa alayhisalom u ayolga undaqda sen qasam ichgin dedi. Mana shu so'zingda rostchil bo'ladigan bo'lsang, rostgo'y bo'ladigan bo'lsang qasam ichgin deb qasamga zo'rlaganda u ayol bu ishning bo'lmaganligini va uni qorinning zo'rlaganligini e'tirof qildi. Aslida Musa men bilan zina qilmadi, Qorun meni shunday qilishga majbur qildi deb aytdi. Axir mana bu darajaga yetdi Musa alayhisalomga bergan aziyat, zulmlar. Mana bu darajaga yetgan chaqda Musa alayhisalom Allohga yalvarib duo qildi. Ey Rabbim, mana bu Qorunni halok qilgin deb beddua qildi Musa alayhisalom. Shunda Alloh taolo aytdi ekanki, ey Musa dedi. Yerni men sening ixtiyoringga berdim. Yerning itoat qilish huquqini sening ixtiyoringga berdim. Yerga buyruq qilgin, jazosini yana o'zing ber degan ma'noda yerga buyrug'in dedi. Shunda Musa alayhisalom yerga buyurdi ekanki, ey yer Qorunni yutgin dedi. Qorunning ko'z oldida uning uyini, hashamatlik uyini yutishga boshladi yer. Yer ichiga yutishga boshladi. Yutayotganda Qorun yalvardi Musa alayhisalomga. Ey Musa deb yalvarishiga qaramasdan Musa alayhisalom yerga amr qildi ekanki, ey yer Qorunni yutgin dedi. Yer Qorunni yutishga boshladi. Yani buyruq qildi Musa alayhisalom yerga, ey yer Qorunni yutgin deb. Oxir oqibatda yer Qorunni yutib etdi. Shuncha yalvarishiga qaramasdan Musa alayhisalom yerga buyruq qildi. Yer Musa alayhisalomning buyrug'ini bajo keltirdi aziz qarindoshlar. Keyin Alloh taolo Musa alayhisalomga aytdi ekanki, ey Musa, izzatim va buyuklikim bilan qasam qilamanki dedi. Qorun agar menga yalvargan taqdirda men unga yordam qilgan bo'lardim dedi. Allohning mehribonligini qaranglar azizlar. Ana shundoq kibrlik qilsa ham, ana shundoq haddidan oshsa ham, mutakabbirlik qilsa ham, oxirida menga yalvargan taqdirda men uningga yordam qilgan bo'lardim dedi Alloh taolo. Alloh taolaning marhamati cheksizdir. Alloh taolaning rahmati cheksizdir aziz qarindoshlar. Shuning uchun biz hammamiz gunohkormiz. Ammo har doim biz mana bu qilgan gunohlarimizga tavba qiladigan bo'lsak, mag'firatini tilaydigan bo'lsak, albatta olamlarning Rabbisi bo'lgan Alloh taolo bizning gunohlarimizni afv qiladi. Albatta Alloh taolo bizga yordam beradi. Alloh taolo hech qachon o'zining suyumlik bandalari, mu'min musulmonlarni xor qilib qo'ymaydi aziz qarindoshlar. Biz Allohning dinidan, payg'ambar alayhisolamning sunnatidan uzoqlashganligimiz uchun, sunnatlarni bir chekkaga tashlab qo'yganligimiz uchun, Allohning amrlarini bajo keltirmaganligimiz uchun mana bu dunyoda xorlanib o'tamiz. Buning sababi o'zimizdir aziz qarindoshlar. Bu oyatning davomida aytadikanki, va asbahallazina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wa ka'anna Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Tunigin taha Qorunning ana shu hashamatlik, shu hayotini arzu qilganlar, tamanni qilganlar aytdikanki, va ka'anna Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Vah, Alloh taolo mana bu rizqini, ya'ni boyligini o'zining bandalaridan xohlagan insonlarga beradi ekan dedi. Chunki Qorunning halok bo'lishini o'z ko'zi bilan ko'rdi bu insonlar. Ko'rib buningdan ibrat oldi ular. Alloh taolo mana bu boylikni o'zining bandasidan xohlagan insonlarga beradi ekan va xohlagan insonlarning rizqini tarqib qo'yadi ekan. Ya'ni xohlagan insonlarni boy qilib qo'yadi ekan, xohlagan insonlarni kambag'al qilib qo'yadi ekan dedi.
Laula ammanallohu alayna. Alloh taolo bizga marhamat ko'rsatmagan bo'lsa edi dedi. La khasafa bina. Bizni ham yer yutib o'tgan bo'ladi. Bizga ham mana shu Qorundek mol dunyo bergan bo'lsa, biz mana shu mol dunyoning haqqini ado qila olmagan bo'lsak, bizni ham yer yutgan bo'ladi. Yaxshi ham Alloh taolo bizga mana buningga o'xshagandek mol dunyo bermagan ekan deb ular bu voqeadan, bu hodisadan qattiq ibrat oldi aziz qarindoshlar. Vay ka'annahu la yuflihul kafirun. Ko'rdinglarmi deydi. Alloh taolo kafirni hech qachon nijotlikqa erishtirmaydi ekan dedi. Yana ular mana bu voqeani ko'rgandan keyin. Tilka darul axirah naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin dedi. Mana bu oxirat yurtini, yana jannat diyorini deydi Alloh taolo. Biz yer yuzida cho'ngchilikni istamaydigan va yer yuzida fitna fasod qilmaydigan, yer yuzida buzg'unchilik qilmaydigan insonlarga xos qildik dedi. Yana jannat diyori yer yuzida cho'ngchilik qilmaydigan, yer yuzida fitna fasod taqatmaydigan insonlarga Alloh taolo tayyorlab qo'ygan, muhayyo qilib qo'ygan aziz qarindoshlar. Hargizmi jannat yer yuzida cho'ngchilik qiladigan, kibrlik qiladigan, fitna fasod taqatadigan, yer yuzida zulm qiladigan insonlar uchun emas. Aksincha Alloh taolaning o'zaro bir-birlari bilan kamtarlik qiladigan, o'zaro bir-birlariga rahim shafqat qiladigan, o'zaro bir-birlari bilan mehr shafqat ko'rsatadigan Alloh taolaning sodiq, kuyimchan qullari uchun tayyorlangandir aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bundaq yomon xislatlarga ega bo'lishdan Allohdan panoh tilishimiz lozim aziz qarindoshlar. Oxirgi oyatda aytdi ekanki, "Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha" dedi. Qandaq bir inson bir yaxshilik bilan keladi ekan, uning qilgan yaxshiligidan yaxshiroq narsani beramiz deydi Alloh taolo. Uning qilgan yaxshiligidan yaxshiroq narsa bilan mukofotlaymiz u insonni deydi. Va man jaa bis sayyiati, qandaq bir inson bir yomonlik bilan keladi ekan yoki bir yomonlikni qiladi ekan, fala yujzallazina amilus sayyiat, yomonlik qilgan insonlarga faqat va faqat illa ma kanu ya'malun, qilgan yomonligiga yarasha jazo beramiz deydi Alloh taolo. Qandaq bir inson bir yaxshilikni qiladi ekan, Alloh taolo u insonning yaxshiligini 10 hassidan 700 hassigacha va uningdan ham ortiq hassalab ko'paytirgan holatda mukofotini beradi aziz qarindoshlar. Qandaq bir inson bir yomonlik qiladi ekan, qilgan yomonligiga yarasha bir yomonlikqa bir jazo beradi aziz qarindoshlar. Islomning go'zalligini qarang. Shuning uchun aziz qarindoshlar, mana bu yer yuzida faqat va faqat yaxshilikni yoymoqligimiz lozim, yaxshilikni taqatmoqligimiz lozim. Chunki payg'ambar alayhisalom va sahobalar yer yuzida faqat va faqat yaxshilikni taqat qildilar. İnsanlarni mehr shafqatlik bo'lishga, mehribon bo'lishga, bir-biri bilan rahim shafqat qilishga, bir-biriga zulm qilmaslikka da'vat qilganlar. Shuning uchun ham aziz qarindoshlar, mana bundaq mutakabbirlikdan iborat, mana bundaq cho'ngchilik qilish, haddidan eshishdan iborat, mana bundaq yomon sifatlardan Alloh barchamizni o'zi asrasin. Alloh hammamizni iymonda, islomda sabit qadam qilsin. Alloh taolo hammamizni o'zining rahmatiga, mag'firatiga olsin. Keyingi darsimizda uchrashguncha xayr, aman bo'linglar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا
يدعو للعلم ولل